Assalomu alaykum akalar, ukalar, tinchmisizlar? O'zinglar bilan qiynalmasdan kutyapsizlarmi? Alloh sabr etsin hammaga. 5-mikrorayonda o'tiribmiz. Hamma yo'q, oppoqqina. Bir ikki kundan beri aytuvdim, royalga ulanuvdim. Shunda yuruvdim, Yandex deyarli yahmayotuvdim. Bugun son birlarda chiqdim. Biriga yaqinlashib qo'yib soat ham yoqsam foto nazorat so'radi. Bo'pti deb kirsam qabul qilmadi. Nimaga buni qo'lyaptiki deb operator telefon qilsam bazadan chiqib ketibdi. Ofisga borsangiz xullas bolalar ko'rib berishadi. Degdi. Bo'ldi, men bugun yakshanba ishlamaydi ekan, ertaga borasiz endi. Degdi. Ofisga telefon qilsam birov telefonni ko'tarmadi. Bo'pti, endi bugun Yandex ekanda deb o'tiribmiz. 10 ming so'mga 5-mikrorayonga Yangi bozordan odam olib keldim. Yandexda narigini o'rganib qoluvdim. Dadilroq yozardi ekan sal, lekin uzoq kutasiz ekan zakazdi-yu. Haligi bezib olmaydi ekan mashinadan. Kecha ham o'sha 200 mingdan oshiq ish qilibmiz. 13 ta 14 dona zakaz. Yandexda past 25 ta zakaz bo'lardi shuna hisobida. Menga ham xotirjam, klient bilan asabuzalik yo'q. Unaqa qilyaptim. Men iloji yo'q, bugun Yandexda ishlaymiz. Hozir hammasida ham jicha ish pastroq, kunduzi движение kam. Endi misol uchun hamma ro'za og'iz, obedga yaqqa bu yoqqa boradigan payt emas. Kech paytda 1-2 soatcha potirib turib ish bo'lyapti shu. Keyin kech payt tarabadan chiqqandan keyin 1 soat, yarim soat, 1 soat ishlayapman. Shunaqa vaziyat, xudo xolasa. Bugun yakshanba. Ko'chada odam ham kam. Avtobusda ham 4 dona odam bor ekan. Turgan bola shekillik. Qizmi, bolami? Biragi payt o'g'il bola bilan qiz bolani ajrataman bo'lmayapti bu zamonda. Akalarim, namunani tepasiga Darxonga tashdik zakaz oldim. Bu ham 8 ming so'm. 10 ming berib tushib ketdi. Shu besparchina mashina endi bugun hamma joydan shunaqa oqarib yotibdi umuman. Fioletoviy zonani hech ham yo'q. Mana shunaqa ko'chalarda deyarli 80% ichki ko'chamiz mana shu ahvol, 90% ham. Tuxum kelayotgan bo'ladi, qaranglar. Hadovoy pachaga chiqib ketadi. Matizm bolaligida 1 yilda 2 marta dahado qilib qilardim. Endi bu ancha-muncha 1 yilga yetadi-yu. Baribir ham ana qo'yib ketasiz ekan. Bezib ketasiz ekan, hadovoycha tiriq qilaversa ham. Yo'limizdan 600 metrdan zakaz tushdi. Besparchina bo'lganiga yarasha 500 metr, 600 metr tushyapti uchala zakazdan. 3-chi zakazdan 600 metr. Bundan oldingisi ham 700 metr, bundan birinchisi 500 metr, hamma 400 qancha ham. Mana shunaqa bo'lib tursa, abidna bo'lib ketmaydi endi. Iftorlikkacha sal qimillab turamiz endi. Bu ham katta ko'chadan chiqib narigi ko'chaga ekan. Zil namozga oxyorga demasa bo'ldi ish qilib. Bunaqa zakaz kerak emas hozir. Taqir-tuqir qilib kirib 8,5 ming so'mga San'at ko'chaga keldik. Mujik mayda pul beruvdi, 8 ming so'm berib tushib ketibdi. Mayli-yu. Ayollar 10 ming, 15 ming oshig'i bilan beryapti, lekin
Hoppa, zona. Xo'sh, 100 metr uzun. Yana 700 metrdan. Zakaz. 500 metr. Uzoq 1 kilometrgacha bo'lsa malol kelmaydi. Bo'lib ham bespavshina yonyapti faqat. Umuman fioletoviy zona yo'q kartada. Eski shahardan 13,5 ming pavshina bilan zakaz olgandim. Normalniy, chamasi 10 kilometr yurib bersa desam, 1,5-2 kilometr ekan, karta ekan bo'lib ham prospektga. 18 ming so'm. Mana shunaqa zakazlar bir 10 kilometr yurib bersa zo'r bo'lardi naqd pulga. Mayli, boriga shukur. Ikkinchi zakaz ham 9 ming pavshina bilan yonib ham katta ehtimol bilan karta bo'ladi, bo'lmasa yaqin joyga bo'ladi. Akalar, assalomu alaykum. Yana bir bor iftorlikni ham qilib oldik. Xudo xolasa bugun faqat Yandexdamiz. Kalta kulta deyarli o'zim ishim bilan yurdim aslida bugun. Vaziyatdan kelib chiqib fioletoviy balim 30 qilib oldim. 20 necha yamida. Shu 5-6 zakaz bilan Semashkadan Xudo xolasa. Xudo xolasa endi hozir 1 soat tarovehgacha. Xudo xolasa taroveh namozigacha 1 soat sal qimirlaydi. Ko'ramiz. Qayerga zakaz tushadi endi. 1 kilometr 600 Kurgovoga yetmasdan zakaz tushdi. 7,5 ming pavshina bilan Xudo xolasa. Mana shu 5-6 ta zakaz olib olishimiz kerak taroveh namozigacha Xudo xolasa. Hozircha baland yonib turibdi. Mahallaga ekan. Eng yomoni ro'zani kunidan ancha kamayamikan atkaz qilishlar desam, yo'q, yana bor, 1-2 ta bo'ldi hali. Ular syomka qilmadim xullas. Pashti mahallasiga kirgan paytimda atkaz qildi bittasi. Asabim o'zimga so'kinib qo'ymaydi deb qaytib ketaverdim. Mana shunaqa holatlar ro'za Ramazonda ham bo'lyapti. Xudo insof bersin. Xo'sh, yetib keldik. Belgilaganmikan? Belgilamabdi. Akamiz Klaraga keldi. Semashkadan olgan zakazimiz. Endi hozir Gumbaz tarafga borib kelamiz deyapti. Mayli. Baland pavshina bilan yongan.